Mast o'ta. Beshikdagi 6 oylik farzandiga sharob ichirdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shaharning so'kin mahallalaridan birida loy va g'ishtdan qurilgan xonadonlar orasida bir yigit yashar edi. Ota-onasidan erta ajralib, bolaligi yetimlik soyasida o'tgan edi. Yaratgan uni issiq, ota-ona mehridan mahrum qilgan bo'lsa-da, qalbiga tog'day mustahkam iymon va solih bandalarning sabrini joylagan edi. U juda yoshligidan qurilishda ishlay boshladi. Azob ko'rgan qo'llari bilan g'isht ustiga g'isht qo'yar, loy tashir va peshona teri bilan halol luqma topar edi. Yillar o'tib u kecha-yu kunduz qilgan mehnati evaziga o'zi uchun shinam va osuda xonadon barpo etdi. Shundoq qilib mahalla nuroniylarning ezgu duolari va da'vati bilan iffatli, iymonli va xush axloq bir qizga uylandi. Ularning turmushi nurli kitob sayfalaridek boshlandi. Soliha ayol shirin so'z va samimiy tabassum bilan erini og'ir ish kunidan so'ng kutib olar edi. Xonadonlari hamisha omonatdorlik va Allohning zikri iforiga to'la edi. Ko'p o'tmay bu xonadonga ilohiy rahmat yog'ildi va ular o'g'il farzandli bo'lishdi. Bu begunoh go'dakning yig'iyu kulgisi xonadonga yangicha ruh va quvonch bag'ishladi. Yigit har oqshom ishdan so'ng uyga shoshilar, jajji farzandini bag'riga bosar va bu bepoyon ne'matlar uchun Yaratganga shukronalar aytar edi. Ammo o'sha qurilish maydonida yuragi hasad va shaytoniy g'arazlar siyohligiga to'la boshqa bir yigit ham ishlar edi. Bu yovuz niyatli odam ilgari o'sha iffatli qizga sovchi qo'ygan, ammo qizning ota-onasi uning noshoista xulqi, beshafqat qarashlari va buzuq axloqi sababli taklifini rad etishgan edi. Ular qizlarini shu iymonli va mehnatkash yetim yigitga topshirishgan edi. O'sha kundan e'tiboran ushbu badxoh kimsaning qalbida qasos va hasad otashi alanga oldi. U ushbu oilaning baxtini barbod qilishga va bu yetim yigitni tuproqqa tenglashtirishga qasam ichgan edi. G'arazgo'y kimsa shirin so'zligi va mug'ombirligi bilan asta-sekin yigitga yaqinlashib oldi. O'zini mehribon do'st va tajribali nasihatgo'y qilib ko'rsatardi. Kunlik ish tugagach, u yigitni uzoq suhbatlarga turtar. Bir kuni uni mayxonaga olib bordi. Ilgari hech qachon qo'liga sharob shishasini olmagan yigit avvaliga rad etdi va u yerga kirishdan bosh tortdi. Ammo soxta do'st shirin so'zlar bilan dedi: "Butun a'zoyi badaning charchagan. Bundan bir qultum ichsang, charchog'ing chiqib, seni sher kabi qiladi. Oilangdan, xotiningdan qo'rqasanmi? Erkak kishi ozod bo'lishi kerak." Bu zaharli so'zlar asta-sekin yigitning sodda qalbidan joy oldi. Yigit birinchi marta piyolaga sharob quyib, uni charchoqni yozish niyatida ichdi. Bu uning zulmat qariga qo'ygan birinchi qadami edi. Shayton va niyati buzuq do'st o'z maqsadiga erishdilar. Asta-sekin mayxonaga borish odatga aylandi. Har kuni ishdan so'ng soddadil yigit o'sha g'arazgo'y odam bilan mayxonaga borar va u yerda dimlanib o'tirar edi. Vujudni mastlik egallagan soatlarda hasadgo'y kimsa uning qulog'iga ko'proq zahar sochardi. Uyda erkak hukmron bo'lishi kerak. Ayol kishi erkakning g'azabidan titramasa, uni hurmat qilmaydi. Men xotinimni shunday uraman va qo'rqitamanki, hatto ko'zimga qaray olmaydi. Sen ham xotiningni kaftingda ushlab turishing kerak, toki gapingdan chiqmasin. Bu shaytoniy xayollar yigitning aqlini zaharladi. Oila uchun qora va achchiq kunlar boshlandi. Ilgari xonadoniga tabassum va bir dasta gul yoki meva bilan keladigan yigit endilikda ko'zlari qonga to'lgan, ustidan sharobning sasiq hidi keladigan, qalbi g'azab va nafratga to'la holda hovliga kirib keladigan bo'ldi. Hech bir aybi bo'lmagan ayol arzimas bir so'z yoki hovli eshigini bir soniya kechroq ochgani uchun shafqatsizlarcha kaltaklanardi. Soliha ayol ko'z yosh to'kib sabr qilar. Soatlab xona burchagida yig'lab o'tirar va erining siri tashqariga chiqishini, oilasining sha'ni toptalishini istamas edi. Qahraton qish oqshomlaridan birida yigit ko'p miqdorda sharob ichib, hasadgo'y do'stining zaharli gaplarini eshitgach, hushini yo'qotgan holda uyiga keldi. Vujudida g'azab va mastlik otashi gurullab yonardi. U hech bir sababsiz ayoliga tashlandi. Uni shafqatsizlarcha kaltakladi. Boshini devorga urdi va musht tepkilar bilan bechora ayolni hushdan ketib, polga yiqilgunicha urib tepdi.
Aynan o'sha dahshatli soniyalarda beshikdan emizikli go'dakning yig'i ovozi eshitildi. Aqli va iymonini butunlay yo'qotgan mast yigitning xayoliga shaytoniy va yovuz bir fikr keldi. U beshik tomon yurib borib, bolaning so'skali shishasini oldi va unga zaharli sharobni aralashtirdi. U shishani begunoh go'dakning o'ziga majburan tutib, sharobni tomog'idan oqizib yubordi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, go'dak harakatsiz qoldi. Bir necha soatdan so'ng bechora ayol asta-sekin hushiga keldi. U a'zoyi badani qaqshab og'riyotgan holda beshik tomon emaklab bordi. Ko'zi farzandiga tushganda go'dakning lablari ko'karib qolganini va nafas olmayotganini ko'rdi. Onaning oh-nolasi tun bag'rini tilib yubordi. U hushsiz farzandini bag'riga bosib, ko'z yoshlarini to'kkancha yugurib, qo'shnisining uyiga shoshdi. Oqibatli qo'shni zudlik bilan mashinasini tayyorlab, ona va bolani shifoxonaga yetkazdi. Shifokorlar katta mehnat va zahmat bilan go'dakni qutqarib olishdi. Ammo ayol va bolaning badanidagi g'azab asoratlarini hamda go'dakning vujudidagi sharob hidini ko'rib, zudlik bilan politsiyaga xabar berishdi. Yigit mast holida qo'lga olindi va sud uni o'z farzandini qasddan o'ldirishga urinish hamda oiladagi shafqatsiz zo'ravonlik uchun 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Qamoqxonaning baland va tosh devorlari yigit uchun ruhan poklanish va abadiy azob makoniga aylandi. Mastlik ta'siri tarqab, tor va qorong'i kamerada hushiga kirgach, qanday dahshatli jinoyat sodir etganini to'liq anglab yetdi. Jurnalistlar va huquq tartibot xodimlari hodisa tafsilotini, Soliha ayolini qanday kaltakragani va begunoh go'dakining og'ziga qanday sharob qo'yganini o'qib eshittirishganda, uning butun vujudi titrab ketdi. U boshini tosh devorlarga urar va baland ovozda yig'lar edi. Ammo endi bundan hech qanday naf yo'q edi. Ushbu dahshatli 7 yil davomida qamoqxona u uchun tavba va poklanish maskaniga aylandi. U g'arazgo'y va hasadgo'y soxta do'stiga ergashib, o'z ahil va baxtli oilasini o'z qo'llari bilan barbod qilganini anglab yetdi. Yigit qamoqda haqiqiy islom yo'lini va nasuh tavbasini tanladi. U 5 vaqt namozini ko'z yoshlar bilan ado etar. Yarim oqshomlarda tahajjudga turib, Yaratgandan oh-nola bilan mag'firat so'rardi. U kecha-yu kunduz ayoli va farzandi haqqiga duo qilar va Allohdan bu buyuk gunohini yuvish uchun loaqal bir martaba imkon berishini so'rab yo'lvarardi. Bu orada qamoqxona devorlaridan tashqarida ayolning hayoti go'zal sabr, bepayon g'am va og'ir mehnat bilan davom etardi. Ayol ushbu 7 yil davomida bir martaba bo'lsa ham erini ko'rgani qamoqxonaga bormadi. Uning dil jarohati juda chuqur edi. Emizikli go'dagining hayot va o'lim oralig'ida qolgan o'sha dahshatli lahzasini aslo unuta olmasdi. U butun borlig'ini o'g'lining tarbiyasi va parvarishiga bag'ishladi. Ayol o'z halol mehnati, chevarligi va kecha-yu kunduz qilgan zahmati bilan pok luqma topar edi. U kechalari tonggacha tikuv mashinasi ortida o'tiradi. Ko'z yosh to'kib, ko'ylak va kar edi, toki farzandi boshqalardan kam bo'lib ulg'aymasin. Bu yo'lda aka-ukalari ham unga suyanch va madadkor bo'lishdi. Ammo ayol ko'proq o'z mehnatiga suyanishga harakat qilardi. U farzandining mahkum ota nomi va o'sha achchiq hodisalar soyasida ulg'ayishni istamas. Shu sababli bolani hamisha yuksak axloq, iymon muhitida, gina va nafratdan yiroq tarbiyalar edi. Farzand asta-sekin ulg'ayib borardi. U hamisha onasidan otasi haqida so'rardi. Onajon, otam qayerda? Nega hamma bolalar otasi bilan sayrga chiqishadi? Menda esa otam yo'q. Bu savollar onaning bag'rini tig'diktilardi. Ona ko'z yoshlarini yashirib, murg'ak go'dakka derdi. Otang olis safarda o'g'lim. U ishlayapti va kunlardan bir kun albatta qaytadi. Ayol shuncha g'am va alamga qaramay, farzandining qalbida otasiga nisbatan nafrat uyg'otmadi. Chunki ilohiy kalom va islomiy axloq mehr va kechirimlilikka da'vat etishini yaxshi bilardi. 7 yil g'am, anduh, sabr o'tib ketdi. Yigit qamoqda butun Qur'onni yod oldi, axloqini pokladi
va mast bexabar kimsadan chin tavba qilgan insonga aylandi. 7 yillik mahkumiyat o'z nihoyasiga yetdi. Yigit qalbi g'am va pushaymonlikka to'la. Yuzi zafarondek sarg'aygan va boshi egilgan holda qamoqxona darvozasidan tashqariga chiqdi. Ozodlik oftobi yuziga tushar, ammo qalbida qorong'ilik va o'g'ir qo'rquv hukm surar edi. Uning boradigan boshqa joyi yo'q edi va to'g'ri o'z xonadoni tomon yo'l oldi. O'z ko'chasiga yaqinlashganda hamma narsa ko'ziga o'zgargandek tuyuldi. Yuragi tez-tez urar va a'zoyi badani titrardi. Uy darvozasi oldiga kelganida titrayotgan qo'lini eshikka uzatdi. Eshik ohista ochildi. Olisdan ko'zi o'g'liga, bir paytlar o'lim xavfi ostida qolgan o'sha emizikli go'dagiga tushdi va onasining yonida o'ynab o'tirar edi. Yigitning ko'z yoshlari ixtiyorsiz ravishda yuzidan chashmadek oqib tushdi. U hovli ichkarisiga qadam qo'ydi. Hovlida ish bilan mashg'ul bo'lgan ayoli oyoq tovushini eshitib ortiga o'girindi. Ko'zlari bir-biriga tushganda hovlini dahshatli va alamli sukunat egalladi. Yigitning oyoqda turishga holi qolmagan edi. U ayoliga dedi: "Men buyuk gunohkorman. Men o'z qo'lim bilan shayton tuzog'iga tushdim va g'arazgo'y soxta do'st meni buzuqlik qariga tortib ketdi. Ushbu begunoh farzandimiz hurmati meni kechiring. Allohning pok va muqaddas nomiga qasam ichamanki, endi hech qachon qo'lim haromga urilmaydi." Bolakay taajjub, umid bilan avval onasiga, so'ng yig'lab turgan bu odamga qaradi. Ayol erining tavba va pushaymonlikka to'la ko'zlariga boqdi. U bu odam endilikda 7 yil oldingi o'sha mast va shafqatsiz kimsa emasligini, vujudi sharob va nojoiz g'aflat illatidan poklanib, iymon va tavbaga to'rganini anglab yetdi. Sabrli va iymonli ayol ko'zlarida yosh bilan erining yoniga keldi. Baland ovozda yig'lab dedi: "Alloh kechiruvchidir. Men kim bo'libmanki kechirmasam? To'g'ri yo'lga qaytganing uchun tavba, ko'z yoshlaring va farzandimizning kelajagi hurmati seni kechirdim. Ammo bilginki, bizning yo'limiz endi tanho haq va taqvo yo'li bo'ladi." So'ng ayol o'g'lini otasining yoniga yetaklab keldi va dedi: "O'g'lim, bu olis safardan qaytgan o'sha sening otang bo'ladi." Bolakay quvonch va yig'i bilan otasining bag'riga otildi. Yigit farzandini mahkam bag'riga bosdi. Uning pok iforidan nafas oldi va baland ovozda yig'ladi. Bu lahza hatto tosh yuraklarni ham eritib yuborar edi. O'sha kundan e'tiboran bu oila yangi hayot boshladi. Yigit yana halol qurilish mehnatiga qaytdi. Ammo bu safar badxoh do'stlar va harom davralar bilan barcha aloqalarini butunlay uzdi. U vaqtini hamisha oilasi davrasida, ibodatda va farzandining to'g'ri tarbiyasida o'tkazadigan insonga aylandi. Alloh taolo Maida surasining 90 va 91 oyatlarida shunday marhamat qiladi: "Ey iymon keltirganlar! Albatta mast qiluvchi ichimlik, qimor, butlar va fol cho'plari shayton amalidan bo'lgan ifloslikdir. Bas, undan uzoq bo'lingiz. Shoyat kim najot topsangiz. Albatta shayton mast qiluvchi ichimlik va qimor tufayli orangizga adovat va nafrat solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni istaydi. Endi bundan to'xtaysizlarmi?" Shuningdek, Baqara surasining 219-oyatida shunday deyilgan: "Sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'raydilar. Ayting, ularda katta gunoh va odamlar uchun manfaatlar bor, ammo gunohlari manfaatidan kattaroqdir." Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor, barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.